Stay still until they find it out. Mashq ketyapsizlarmi? Mana bugun hamkorlar bilan birgalikda iftorlikni birgalikda qilyapmiz. Master 2 ni yutgan g'olibalar bilan biz maza qilyapmiz. Hali eng qiziqarlisi oldinda. Dunyoga keladi inson asli yig'lab, qarni solar boshiga, taqdir uni sinab, qo'lab qarshi oling sinovlarni har dam, har kimning boshida bor ko'z yoshlar duolar. Mana Zominning so'lim go'shasida bugungi ikkinchi kunimiz iftorlik, saharliklarni qilib oldik. Har kim saqlasa yaxshi niyat, orzuning oti yaratgan, yarasa Allohning mahbub. Orzuga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Orzuga ishon, taqdirga ishon, ertaga kechmasin. Kishi oilam hammaga xayrli kun tilayman do'stlar. Shishali ko'prigi bilan ya'ni kanatga ketyapmiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom eting. Taqdimizdagi zulmat qora yo'llar, yer yaxshi niyat qilsak bizga taslim bo'lar. Juda go'zal erur aslida bu dunyo, shukronalar aytaylik borimizga hatto. Bu dunyo o'zi asli yolg'on, kechagi kun biz uchun armon, yashashning o'zi bir baxt erur. Har kim saqlasa yaxshi niyat, orzuning oti yaratgan, tanlasa Allohim baxt berur. Sen orzuga ishon, taqdirga ishon, hammasi qo'lingda. Hayot behad, orzuga ishon, taqdirga ishon. Do'stlar, bu manzarani faqatgina kelib ko'rish kerak. Do'stlar, super! Bugun Extreme Master 2 sayohatchi guruh jamoasi bilan Jizzax viloyatining Zomin tog'larida joylashgan Osma ko'prigiga keldik. Sizlarga ham tavsiya beramiz, bizni guruhimizga qo'shiling.
bo'lish uchun aynan mehnat bilan erishilmaydi muvaffaqiyatga. Muvaffaqiyatli bo'lish uchun mehnat bilan plus mana bunday bilimlar kerak bo'ladi o'rtoqlar.